Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 28-fevral 2026-yil. 2026-yilda birinchi qish faslini oxirgi kuni. Shu bilan qish fasli 1-dekabr 2026-yilda yana keladi. Xo'sh. 8-video sizlar bilan Ronikom YouTube sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan HTML o'rganishni tuzilgan reja bo'yicha davom ettiramiz. Xo'sh. Nimaga to'xtagandik? O'tgan videoda, ya'ni 26-fevral kuni B strong I em taglarini o'tdik. Bugun mark small del ins taglarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, matn muharririmizni ochib olamiz. Yana boshidan doc type HTML. Xo'sh, HTML meta tag va nihoyat bugun bildim Beeline raqamiga tasdiqlash kelar ekan, faqat Beeline nomer olish qoldi. Yaqin oilada shu masalani hal qilamiz degan umiddaman. To'g'ri, kim uchundir bu oddiy masala bo'lishi mumkin. Borib shundoq raqam olib, pulini to'lab olib ketish. Lekin ammo biroq degan joyidan. Xo'sh. Yangi tag bizada style. Adashmasam bu tag CSS taglarga tegishli. Back. Bu yerda hozir ishlatadigan background sozlamaga o'xshagan narsalar yozamiz. Misol uchun ff EC82 bu rangiga padding. Mana ko'rgan bo'lsanglar, styledan kimdoq qator tashlab ketdi. Bundan tashlamayotgan edim. Bir xil taglar shunaqa qator tashlamasak, hozir hammasini misol uchun style tagidan bir qator yozib ketadigan bo'lsa, menga tegishli emas ekan bu kod deb qabul qilmasligi mumkin. O'shanga probel tashlab, qator deganda notarit etdim. Probel tashlab yozish kerak. Umid qilamanki bugun to'rtta tagga ko'rib chiqishga ulguramiz. Xo'sh.
Bugungi ko'rayotganlarga salom. Salom demas, savol. Kechki payt video olgandan keyin shu deb salom ham deysan, savol ham deysan. Kecha video chiqmadi. O'zimcha kunduz kuni video olib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan deb qo'l bormadi kunduz kuni video olishga. O'shaning uchun bir kunimiz qolib ketdi. Keyinchalik mavzular bir ikkita mavzularni yana yengitib header qanaqadir header nima ekan? Xo'sh, bir ajoyib ko'rmagan teklarim bugun ko'ryapman. Diqqatga to'xtagandim. Baribir sun'iy idrok tuzib bergan. Sun'iy idrok tuzib bergan rejamiz bo'yicha orada dam olish kunlari bor edi. O'shalarning evaziga mavzularni tezlashtiramiz. Keyinchalik xo'sh, header, article va style taglarni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Yana hozir bu yerda berib ketdi. Yozayotgan sahifamizda berib keltirib o'tilgan demoqchiman, berib ketdi deganda. Ulgurishimiz kerak, 8 minut bo'ldi. Xo'sh, body tagini yopamiz. Savolga qaytadigan bo'lsak, video ko'rayotganlar orasida endi uchrab qolgan bo'lishi mumkin, tajribali dasturchiga uchrab qolgan bo'lishi mumkin, kimdir hozir o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Dasturlar saqlab oldik sahifamizni. Endi ko'ramiz. Aytgancha markka bermadik-ku. Markda yo'qolib ketdi. Xo'sh. Markam ikkita. Qanaqa ibora ishlatayotgandim? Qo'sh tag ekan. Saqlab oldik. Savolga qaytadigan bo'lsak, kimdir ko'rayotgan bo'lsa, mana markni qilib berar ekan. Xuddi PDF dokumentlarni yoki Word dokumentlarni belgilab olish, xohlagan rangda belgilash. Endi kodni berganimizda o'sha mana bu sariq rangi mashta berib ketdi, adashmasam. Xo'sh, keyingi tagiga o'tamiz. Small tagi. Xo'sh.
kerakli bu bir tekstimizga qo'llab ko'ramiz. Qisqasi savol shundan iboratki, dasturlashni o'rganayotganingizda siz uchun qanday qiyinchiliklar bo'lgan, nimada? Shuni izohlarda yozib ketinglar. Xo'sh, small. Mana astronavtlar so'zidan keyingi anaqani oldik. Markdan keyingi shuni P olaylik ko'rinish uchun. Saqlab oldik. Yangiladik. Small qilganda oddiy matnga qaraganda bu kichkinaroq ko'rsatar ekan matnni. Ajoyib. Xo'sh, keyingi tagimiz del tagi. Del. Bunga ham anaqani ichida style ichida parametr berib ketishimiz kerak ekan. Del xo'sh, rang berilar ekan bunga. Color red. E'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Color red. Xo'sh, color red berdik. Yopdik style ichida. Xo'sh, endi yangi ham ko'rinish uchun paragrafga olamiz. Yopdik. Xo'sh, bundan keyin tag beramiz. Bu ham juft tag ekan. Yopilishga del. Xo'sh, uchinchi tagimizni bugun ko'rib chiqishga ulgurmas ekanmiz. Del tagi demak rangini belgilab, o'chiriq qizil qilib belgilaydi, boshqa rang bilan belgilasa bu kerak va ustidan chiziq tortib berdi. Xo'sh, oxirgi tagimiz ins. Nima qilib berar ekan? Ins tagimiz bu ham juft tag. Shunchaki yozib ko'rsataman. Keyingi darsga, keyingi videoga qoldirmasligi uchun. Shunda ham rejadan orqada qo'yamiz. Saqladik. Yengiladik. Tagidan chizib chiqdi Instagramimiz. Matnni formatlash bo'yicha. Demak, nima deymiz? Shu bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Yangi videolar yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosinglar. Obuna tugmasini bosinglar. Talab, taklif, kamchilik, tilinglar, xatolar bo'lsa izohlar yozib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha